Meni ishxonam, bu meni oilam. Bu yoqda ishlaydigan barcha insonlar meni yaqin a'zolarim, ya'ni akam, ukam, onam, otam hammasini juda ham hurmat qilaman. Bugun mo'ykachimizning tug'ilgan kuni ekan. Ular ham esdan chiqmagan holda tabriklaymiz. Shablarimiz o'sib qolmasin. Bilmaydi lekin. Bitta like bosib qo'ying. Tabriklaymiz. Nuriz bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Azmaga bo'lsa ham ko'nglingiz ko'tarsa bo'ldi, xursandmisiz bo'ldi. Tabriklab qo'yinglar hammanglar. Tortni ham boqadi. Umring uzoq bo'lsin. Ura! Yaxshi niyat qilsa niyatlaysiz. Tabriklayman. Bolalaringizni rohatchilik ko'ring ilohim. Bizada har bitta xodim, onalarimiz mana shunaqa xursandchilik bilan qalblarni ozgina bo'lsa ham ko'ngillarni ko'tarib qo'ysa juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Bugungi kunda Ramazon oyiga 2 kun qolgan tug'ilgan kunlariga tabrikladik. Xursand bo'lgan bo'lsalar bo'ldi. Hamma umr keka.